بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 35, 36, 37, 38dan chiqib o'tmayapti. Hajda mana shu harorat 55 dan yuqori bo'ladi. O'tgan yil shunaqa bo'ldi. 50-55 dan yuqori bo'ldi. 60-65 gacha chiqib ketadi. Endi sig'i tasavvur qilavering. Hajji mashaqqatini tasavvur qilavering. Allohdan umid qilib, duo qilib, yolvorib, yalinib so'rang. Mana shu joyda duolar ijobat bo'ladigan joyda turibman. Allohim shu yil hajga nasibamni qo'shib qo'ygin. Shu yil mana shu joyda haj qilib ketay deb Allohdan yolvorib so'rang. Mana bu dumaloq narsalar turibdi-ku, mana yerdan chiqarib qo'yilgan beton, ko'ryapsizlar? Mana shularni bossangiz muzdek suv tushadi. Hajda. Muzdek suv tushadi. Mana o'rtadagi binolar mana qora binolar hammom tuvalet. Hojilar uchun tahorat olishga joy. Misol uchun bitta chodiri bor joyga eshigi bo'ladi. Chodirga kiradigan kirish eshiklari bo'ladi. Mana panjaralar bilan o'rab qo'ygan chodirlar atrofini. Bu ana eshigi turibdi o'rtalada bitta. Ana shu eshiklarning oldiga bayrog'ini o'rnatadi. Qaysi davlatga berilgan bo'lsa. O'zbekiston, Pokiston, Hindiston, Tojikiston, Turkmaniston hamma davlatda o'zining chodiri bor. Va o'sha har bir davlatni o'zini chodiri bor joyga o'zini hojisi kiradi. Boshqa chodirga sizni qo'ymaydi. Ko'radi, siz ruxsatingiz bormi o'sha chodirga kirishga, eshikdagida o'sha Arafot tugaguncha tekshiradigan odami turadi. Tushamiz, Rahmat tog'iga yaqin joyga boramiz, suhbatni tez qilib, yana avtobusga to'g'ri qaytib kelamiz, ha? Ya'ni oyog'i bilan to'sib qo'ydi. Men sizni ko'raman deb kutib turgan joyimda bu odam oyog'i bilan meni o'sha narsadan mahrum qilgani uchun kelib oyog'ini olsin deb chaqirdi. Hayvonlarni shu darajada muhabbati bo'lgan ekan. Tuyalarni aytib berdim-a? Yem yemasdan oxiri o'lgan ekan tuyalar. Amr ibn Fayr ismli bir kishi mana bu tog'ning atroflarida qo'y boqar ekan. Kechqurun qo'ylarini sog'ib, ustidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga olib kirib berar ekan. Amr ibn Fayr ismli bir kishi mana shu tog'ning atroflarida qo'y boqib, cho'ponchilik qilib yurar ekan. Va kechasi qo'ylarini ustidan sog'ib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga olib kirib berar ekan. Keyingi boradigan joyimiz duolar ijobat bo'ladigan joy deyiladi. Ya'ni Arafot vodiysi. Katta hajga kelganlar bilishadi. Katta hajda bu joyni juda katta ahamiyati bor. Qanaqa ahamiyati bor? O'sha joyga kirmagan, o'sha Arafot vodiysining chegarasi bor, borganda ko'rsataman. O'sha chegaradan o'tmagan kishini haj bo'lmaydi. Qachon o'tish kerak desa, Arafa kuni ertalab, Arafadan bir kun oldin kechasi ham kiradiganlar bo'ladi. Shu Arafa kuni to kechki payt asrgacha ham kirish kerak. Shomga qolib ketsa yo shomdan keyinga qolib ketsa, vallohu alam haj bo'lmaydi deyshadi. Mo'ya. Inshaalloh. Allohga hamdlar bo'lsin. Tafsiri bilan birga ekan. Yuramiz, sekin o'tamiz. Hojonom, yaxshimisiz? Qizingizga tashlab qo'yaman.
Amin, amin. Bo'ldi, apangizga ham olamiz. Hozir aytamiz. Mudir, 4 nafar baqiya هناك mumkin? Bu o't olinglar. Xo'jayingizga ham olamiz. Hozir. لو سمحت لو سمحت هذا زوجته هنا بقية ممكن واحد هنا لا زوجته أولا أخته ممكن أخته 4 نفر بقية هنا أولا ما شاء الله tezroq yuramiz endi tezroq yuramiz maşallah elhamdülillah yuraveramiz hoji akalar qani bismillah allohga hamd bo'lsin avvalda xo'ja ayoli ha Allah aytdik xohlasa hech kim quruq qolmaydi olganlar yuraveramiz hadi bir yerdan هو تعالي يا الحمد لله بيجون كلام كذا برجاء بسم الله 11-kuni Toshkent Madina yo'nalishida kelgan ziyoratchilarimiz hozir ayni damda Arafot vodiysida Rahmat tog'ini oldamiz. Ko'rganingizdek hammalari sog' salomat. Yaxshimisizlar hoji akalar? Ibodatlarda qiylanmayapsizlarmi? Hojilar salomatmisizlar? Farzandinglarga salom yo'llab qo'yinglar-da. 2 kundan beri Wi-Fi'miz ishlamayapti endi. Xudo xolasa bugun ishlaydi inshaalloh. Bugun gaplashasizlar. Mana hozir Rahmat tog'idamiz. Makka ziyoratiga chiqqanmiz. Xudo xolasa hammalari sog' salomat, xavotir olmanglar. Kimdir yaqinlari videoga chiqmagan bo'lsa, qolganlari ham bor. Boshqa deb kelganlari ham. Lekin xavotir olmanglar, hammasi sog' salomat. Hozir Toshkentdan uchgan 11-kuni uchgan ziyoratchilarimiz bilan Makka ziyoratiga chiqdik. Hammalari sog' salomat, xavotir olmanglar. Mana Jabal Tavriga keldik, Makka ziyoratidamiz. İnşallah. Bu yarım qismi ham bor. Dariga avtobusda xavotir olmanglar azizlar, ota-onalar ibodatga kelgan. Bizning Wi-Fi'miz ozgina ishlamayapti. Tinmay yozyapsizlar, ota-onam yaxshimi? Ibodatga kelgan, urushga emas, yaxshi, xavotir olmanglar. Mana ko'ryapmiz, hammasi sog' salomat, xavotirga o'rin yo'q inshaalloh. كل الكون
الفريدة لا تضرب بي المثلا. أنا المثابة كي تبقى على أمل برحمة الله يا من تفقد الأمل. Bismillah. Judayam ajoyib holat mana. Ziyoratchilarimiz bilan Madinada Qur'on olamo deydi. Abolayotgan ziyoratchilar ana G'akkaga Rahmat og'ani oldida. Hozir xodimlar Savir. Hozir inshaalloh bittadan Qur'on kitob olamiz. Alhamdulillah Robbimizga hamdlar bo'lsin. Hammalari sog' salomat. Yana qayta aytyapmiz. Yozayotganlarga javob bera olmayapmiz. Rozi bo'larsan akalar, opalar. Lekin hojilarning xizmatidamiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Judayam ajoyib manzara qilib qo'yishibdi. أمان الله كميل ليلى إيمان الله أمان الله أمان الله شفاعتي يا رسول الله.